Assalomu alaykum, kanallarımız hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizning Vodnikda 2 qavatli binoni 2-qavatında bir xona, 2 xona qilingan kvartira bilan tanishib o'tamiz. Orientirni to'sh tushuntirib o'tadigan bo'lsak, azizlar, bu yoqda yana Vodnikda Prikroskasi, bu ko'chadagi esa Mandarinni ko'chasi, bu yoqda benzinchilar ko'chasi, to'g'ri 5-ko'pirdan chiqadigan yo'limiz. Birimiz Toshkent ko'chasi, to'g'ri Xanqa yo'lidan chiqadigan yolumuz. Şu yerden 4 marşrut öttürdü. Marşruttan Bakça Mektep hiç sonradan muamması yok. Hazırlar götürgənsin 4 avtobus yatırıb. Yani hər yüksəyinsə Sabır Rahim Mektep, keyin Babur Mektep, Salamet Bakça, bir yan tərəfdə 11-ci sallı Dövlət Bakçasan bax. Hörmətli vətəndaşlar, mesta palajiyənsəm yaxşı. Zor mestada həm cayımız orta sənəd akurat nicayəkən bir xananı 2 xana qılıb qoydular. Hani getkisə, baytaralım bir gələkdə görüb danışıb ötəmiz. Kvartiranın zaman yetib gəldik, 2-ci qavatda joylashgan bir xonalı kvartiranızda işlərəm, ajoyib sifətli işlərə qoyulğan. Bismillah da girəmiz. Girgəndən bir yerdə aşxanamız bir yerə o'rnatilgan ekan. Kuxenya mebellər, gaz plitaları bor. Bir yerdə kuxenya mebel, gaz plitasi skalada. Yanımız koridor, yine bir yerdə sanuzel qismi bo'ladi. Sanuzelimiz ham kafildan chiqib turibdi. Oyoq tiyinlarim, divorlarim adam bo'yidan pastroq kafil bilan yuqorilar natoniy fonda. Arisollar ham qo'yilgan. İso kızdırış için, soğuk kızdırış için hürmetli vatandaşlar. Otopleniyasi ham bor ekan, demir katyollar, hürmetli vatandaşlar. Yani otopleniyasi bu yerda kichkina ixchamasidan qo'yilgan. Bu yerda ham mo'ji qoladi, hürmetli vatandaşlar. Me'dashida bir kiyim kiysak, ko'pada shakldan tashqari. Aynalar bu yerda hürmetli vatandaşlar, akfaralmarindan. Divarlar natoniy fon, bu yerda dimoqli joylari bor. 2 qavatli binoni 2-chi qavatında bir xonalı kvartira. Acayip xonadon sosiyanisi, orada sosiyani berlar. Asujit qilib, chiroyli qilib, ko'taroq fon qilib, hafif qilganlar. Bu tarafda balkon qismi ham bor. Bir de ham mo'jlari ketadi. Balkon ham katta ekan. Hurmatli vatandoshlar, yani balkondan ko'rsatib o'tamiz. Bemalol yozda chiqib yotsangizlar ham bo'ladi. Dam olib o'tirmoq ham ajoyib katta balkoni bor. Ochiq balkon. Aynalar ham, ishlar ham, akfaramlar ham. Birimiz 3.10 5.60 razmerda. Yani götürgəsini çıraylatıb qoydular. Bir də kondisiyoner o'rnatganlar, televizor zonalari, yine stenkalar ham chiroyli qilib o'rnatib qo'ydilar. Mesta polajiyasi ham yaxshi. Yo'lni bo'yinda 2 qavatli binoni 2-qavatında bir xonali xonadon. Orientirni aytib o'tsak, Vodnikda joylashgan. Hurmatli vatandoshlar, Vodnikda yanından 4 marshruti o'tib turibdi. Marshutdan Bakça Mektep hech to'g'ridan muammosi yo'q. Yana tarafında Bakça Mekteplar ham bor. Azizlar. Transportdan muammo yo'q. Dehqon bozori 10 minutda apart tashiydi. 4 marshrudan minsangiz. Xalasangiz damas, xalasangiz avtobusdan o'tib turibdi. Hurmatli vatandoshlar, narxi 225 million so'm aytilibdi. Ustida qaytalardan yeri bor. Ya doğru yerden bo'lsa bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Mulkiyasini yanına olib kelamiz. O'zlari bilan savdolashib, kelishib olaverasizlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilimiz. Keyingi roliklarda görüşünce xayrlab qolamiz.